Assalomu alaykum. Bu klientimiz telefon qilishdi, uni eshigidan qo'yib ketganmiz. Hozir mayda chuyda ishlar bor, to'g'rilab bering deyishadi. Keldim. Hozir uni ko'cha eshigida qo'yib ketishgan. Ko'cha eshigi Xitoyda eshigi ekan bu. Mana kodiga Eurodurs deydi. Eurodur. Eshikni tayi tegyapti-da. Buni tepa tomoni yaxshi bormay turadi. Mana legirovka qilib bo'lmaydi. Oson-osondan legirovka qilib bo'lmaydi. Hozmakdan mana rezinka oldirdim, mana ko'pga. Samaklish orqasida o'zi kley bor, lentali bo'ladi. Gabrasini tapanisini yopishtirib berdim. Mana endi plotniy bo'ldi. Nimaga yopishtirdim? Bu eshikni hozir o'zgartirib bo'lmaydi. Polniy remontlar bitgan, davollarni qilib ketganmiz biz. Hozir endi tashqaridagi ovozim eshitilmay qoldi. Oshxonadan legirovka bo'lsa qilib beraman uni. Bo'lmas ekan. Eshikni penadan ko'chirib turib, buni korobkani tortish kerak, to'g'rilash kerak desam, yo ishi ko'payib ketadi, biror nima qilib bering deyishdi. Shunaqa qilib ko'pga qilib yopishtirib berdim. Shuni yopishtirib berdim. Eshiklar qo'yganmiz ancha oldin. Ozgina oshiq-moshiqlarni g'ijillab qoldi deyishadi. Oshiq-moshiqlarni smazka qilib chiroyli qilib berdim uni. Hech qanaqa ovoz yo'q. Mexanizmlar magnit, zazorlari idealniy tushgan. Eshiklar qolipini o'zgartirmagan umuman formasini. Ana arkalarni qilib bergansiz, qilib qoplab. Plintuzlargacha qo'yib berdik. Polniy. Hamma xonanikini qilib berganmiz. Zallari ham davorlari bilan bo'lgan. Yaxshi turibdi ekan eshiklar. Assalomu alaykum hammaga. Ishlarimiz o'sha paytda menimcha videoga tushirmadim shekilli. Bunda bitta narsasi ozgina oshiq-moshiq yuqoriroqdan qo'yilgan. Shuncha hamisha aytaman, petlar, babichka petlar bo'lsa ham qalinidan, pachaniligidan qo'ydirish kerak. Keyin mana shunaqa narsa muammo bo'lmaydi. Ustaning maslahatiga xo'p deyish kerak hamisha. Maslahat bilan qilinsa, keyingi safar bunday narsa bo'lmaydi.